Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun 50 yoshdan oshganlarga sog'lomlik tavsiya degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi 50 yoshdan oshganda badanda yuz beradigan o'zgarishlar va bizningki ularga qandoq muomala qilishimiz, ya'ni keyingi hayotimizni sog'lom o'tkazish uchun biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak to'g'risida o'zimning izlanganlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bo'lsin. 50 yosh hammamizga nisbatan hayotimizningki bir burilma nuqtasi bo'lib, 50 yoshdan keyin badanimizda nurg'ulg'an o'zgarishlar bo'ladi. Men tövəndə bu o'zgarishlar ichida hammamizningki sog'lomligimiz bilan bevosita munosabatlik bo'lgan bir qism o'zgarishlarni o'tirg'a qo'yish orqali bizningki bu o'zgarishlarga qandoq muomala qilishimiz kerakligini, nimalarga diqqat qilishimiz kerakligi to'g'risida qisqa va oddiy tushuncha berib o'tmoqchi. Hamda 50 yoshdan keyin badanda qandoq o'zgarish bo'ladi degan vaqtida birinchisi, ya'ni buni muhimlik tartib bo'yicha tizib chiqdim. Buning birinchisi metabolizm ostilaydi. Ya'ni odam 50 yoshdan oshgan vaqtida badandagi metabolizm ostilaydi. Metabolizm oslagan vaqtida badan yemeklikni burunqidek unumli energiyaga aylantira olmaydi. Ya'ni energiyaning sarf qilinishi osti bo'ladi. Biz yegan tomoqlarniki bir qismi kuyib energiyaga aylanishining o'rniga badanda saqlanib qoladi. Natijada bu semirish, horg'inlik va boshqa sog'lomlik masalalarini keltirib chiqaradi. Ya'ni biz yegan oziqlikning hammasi energiyaga aylanmagan vaqtida yoki energiyaga aylanish osti bo'lgan vaqtida biz bir tarafdan semirib ketamiz, yana bir tarafdan horg'inlik his qilamiz va shuning bilan bir vaqtda boshqa ko'plagan sog'lomlik masalalari kelib chiqishi mumkin. Bundaq ahvolda qanday qilish kerak degan vaqtida yemaklik miqdorini ozlitish bilan birga ko'proq harakat qilishga to'g'ri keldi. Kuniga kam deganda yarim soat yoki undan ortiq piyoda yo'l yurish, velosiped minish, suv uzish qatorliq faoliyatlarni izchil davom qilish sog'lomligimiz uchun alohida foydali. Ya'ni bu harakatni ko'p qilgan vaqtimizda bizningki ostlab ketgan metabolizmimiz biroz tezlashadi. Anandan keyin badan biz yegan oziqlarni unumli foydalanib uni energiyaga aylantirdi. Natijada biz bir tarafdan yetarli energiyaga erishsak, yana bir tarafdan semirib ketishning oldini ola olamiz. İkincisi 50 yoshdan keyin muskullar chekinishga boshlaydi. Muskul tez suratda chekinib, kichiklashga boshlaydi. Ya'ni badanimizdagi ba'zi muskullar yo'qolib ketadi. Bir qism muskullar moyga aylanadi. Jismoniy kuchimiz ojizlashga boshlaydi. Bundaq ahvollarning oldini olish uchun haftada kam deganda 2-3 qatimgacha ig'irlik ko'tarish va muskullarni chiniqtirib turishga to'g'ri keladi. Ya'ni bizningki agar biz burun yaxshi chiniqqan bo'lsak, agar bu chiniqishni izchil davomlashtirmasak, 50 yoshdan keyin bizning muskullarimiz chekinishga, bo'shashga, kichiklashga boshlaydi. Natijada biz burunqidek kuchlik his qilmaydigan, oson yerib charchaydigan bo'lamiz. Buni oldini olish uchun men yuqori degandagidek kuniga haftasiga kam deganda 2-3 qatim muskullarni chiniqtirib turish, muskullarning chekinishining oldini olish bizningki keyingi hayotimizdagi sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Uchinchi muhim o'zgarish so'ngak shalonglashishga boshlaydi. Ya'ni bu yoshdan keyin yangi so'ngakning shakllanishi
so'ngakning parchalanishidan osti bo'ladi. Ya'ni normalda bizningki badanimizda yangi so'ngaklar, ko'na so'ngaklar uzluksiz parchalanib turdi. Yangi so'ngaklar uzluksiz shakllanib ko'na so'ngakning ustiga o'rnini oladi. Ammo 50 yoshdan oshgan vaqtida bu yangi so'ngakning shakllanishi so'ngakning ko'na so'ngakning parchalanishi tezligidan osti bo'ladi. Natijada so'ngak bo'shliqqa tuvallaydi, so'ngak shalang'ishidi va ojizlashidi. Yiqilib tushgan vaqtida so'ngak oson sunishi yoki zaxm bo'lgan so'ngakning asli kelishi osti bo'ladi. Bundaq ahvolda nima qilishimiz kerak degan vaqtida tarkibida kalsiy va vitamin D mo'l bo'lgan yemakliklarni ko'proq iste'mol qilishimiz, ko'proq quyosh nuriga qoqilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bizniki qilolaydiganimiz yuqoridagi boshqa ahvollarda chiniqishdan boshqa bu xil ahvolning oldini uchun biz shu tarkibida vitamin D, kalsiy ko'p mo'l bo'lgan yemakliklarni ko'proq iste'mol qilishdan boshqa eng muhimi ko'proq quyosh nuriga qoqilishga, ya'ni bizning badandagi kalsiy va vitamin D'larni to'liqlab so'ngakninki shalang'ishib, bo'shab ketishining oldini olishimizga to'g'ri keldi. To'rtinchisi bo'g'imlarda masala ko'rilishga boshlaydi. Bo'g'imlarni bo'libmi tiz bo'g'imini, ya'ni ig'irlikning ta'siriga eng ko'p uchraydigan tizdagi bo'g'imni tuzguchi to'qilmalar va kumichaklar nipizlashib va elastikiligi tuvallab bo'g'im og'riqi va yoki boshqa revmatizm xarakterli kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Bundaq ahvolda badan ig'irligini muvofiq kontrol qilish, badan chiniqtirishga aktiv qatnashish, yetarli suv ichish bek muhim. Beshinchisi, badandagi ba'zi hormonlarning miqdori tuvallaydi. Ayollarda hayz to'xtaydi, ayol har ikki tarafning jinsiy havasi va jinsiy iqtidori tuvallashga boshlaydi. Kayfiyati davolg'ush ya egizpaslik bo'ladi, ya'ni mijozda oson o'zgaradigan ahvollar bo'ldi. Bu xil ahvol ayollarda, ya'ni 45-50 yoshdan oshgan ayollarda texmi aniq ifodalanadi. Erlarda ba'zi erlarda unchalik aniq bo'lmaydi, lekin ba'zi erlar sal keyinroq 55-60 yoshga borgandan keyin bu xil ahvollar ifodalanib chiqishi mumkin. Badandagi maylarning tarqalishi qaytadan tangshilib qo'saq qismiga to'plashadi. Ya'ni 50 yoshdan oshgan vaqtida qo'saq qismi bakroq badanning boshqa yeriga nisbatan bakroq samirib ketadigan ahvol mushu sababdan bundaq ahvolda ya'ni o'zaro tushunish, bular shu ro'y kayfiyati cho'ng o'zgarish bo'lgan vaqtida o'zaro tushunish, o'zaro qo'llash bek muhim. Badan chiniqtirishni davom qilish foydali, zarur bo'lgan vaqtida doktorga ko'rinib davolash ilib berish kerak. Ya'ni ba'zi hormonlarni to'liqlash, ya'ni hormon orqali davolash orqali badanda alohida ig'ir kam bo'lgan hormonlarni to'liqlagan vaqtida bu xil ahvollardan saqlang'ili yoki u xil ahvollarni yengillatgili bo'ladi. Bu rasmda ko'rayotganinglar badandagi bir qism hormonlarning o'zgarish ahvoli, yeshil siziqdagi o'sish hormoni, buni ko'rayotganinglardagidek bu 10 yoshdan burungi bu o'sish hormonining miqdori eng yuqori bo'ladi. 10 yoshdan keyin bizning o'sishimizningki ostilishiga ergishib bu hormon tuvallab mangdi. 50 yoshdan oshgan vaqtida eng tuvan bosqichga yetib bordi. Uningdan boshqa erlik hormonmi shu 30 yosh, 30-40 yosh atrofida eng yuqori pallaga yetgan bo'lsa, 50 yoshdan boshlab tuvallashga boshlaydi. Ayollik hormonmi ko'rayotganinglardagidek shu 20 yosh bilan 40 yosh orasida eng yuqori pallaga, andan keyin 45-50 yoshdan boshlab tuvallashga boshlaydi. Bu badandagi bir qism shu muhim bo'lgan hormonlarniki yoshga ergishib o'zgarish ahvoli. Albatta uningdan boshqa badanimizda nihoyatda ko'p hormonlar bor. Bu hormonlarningki miqdorimi yoshga ergishib ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shu hormonlarda bo'lgan o'zgarish bizningki shu 50 yoshdan keyin kelib chiqadigan ba'zi o'zgarishlar bilan bevosita munosabatlik. Shuningdek buni
misol xarakterda bu 3 xil hormonni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tdim. 6-si badanning immunit kuchi tövənləşə başlaydı. Bədanның immunit hücre ishlab chiqarish iqtidori tövənləydi. Bədanның kasalga qarshi turish kuchi ojizlab, zukam, o'pka yollig'i qatorliq bakteriya va virus keltirib chiqargan har xil kasalliklarga giribdor bo'lish xatiri yuqorilaydi. Bundaq ahvol ostida badan chiniqtirishni kuchaytirish, sog'lom oziqlanish, yetarlik uxlash zarur bo'lgan vaqtida munosabatli vaksinalarni vaqtida emlash nihoyatda muhim. Qon tomiri qitishishga boshlaydi. Yoshning cho'ng'ayishiga ergishib bizning qon tomirimiz qitishishga boshlaydi. Qondagi may yuqorilash sababidan qon tomiri temininki elastikiligi tövənlab, qon tomiri qitishishga boshlaydi. Qon besimi yuqorilaydi. Yurak, meni qon tomiri kasaliga giribtor bo'lish xatiri ishib bordi. Bundaq ahvolda sog'lom oziqlanish, may ko'p yemakliklardan parhez tutish, badan chiniqtirishga ahamiyat berish, badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish orqali qondagi mayni tövənlitib, qon tomiri qitishivilishninki oldini ilish nihoyatda muhim. 8-si qon besimi yuqorilaydi. Qondagi may yuqorilab, qon tomir temiga o'ltirishish sababidan qon tomiri qitishidi. Qon tomir temining elastikiligi tövənlab, qon besimi yuqorilaydi. Ya'ni qon tomiri taraydi, qon tomiri elastikiligi tövənlaydi. Shu sababdan qon yurakdan etilib chiqqan qonninki qon tomiriga keltirgan besimi yuqorilaydi. Bundaq ahvolda sog'lom oziqlanish, may ko'p yemakliklardan parhez tutish, badan chiniqtirishga ahamiyat berish orqali qondagi mayni tövənlitib, qon tomiri qitishivilishning oldini olish va qon besimini tövənlitadigan dorilar orqali qon besimini kontrol qilish nihoyatda muhim. Bo'lmasa bu qon besimi yuqorilagan sababdan nurg'un yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bu yerda alohida ta'kidlab o'tadigan bir ish, bu qon besimining yuqorilishi nihoyatda osti bir jarayon bo'lganligi uchun biz uningga tabiiy holda ko'nib ketalaymiz, moslasha olamiz. Shu sababdan qon besimi yuqorilagan vaqtida bizda alohida kasal ahvoli ko'rilmasligi mumkin, kasal alomatlari ko'rinmasligi mumkin. Biz normaldek his qilishimiz mumkin, ammo bu qon besimini biz vaqtida kontrol qilmagan vaqtimizda nihoyatda ig'ir oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Albatta, qon besimi ushtin tut o'rlab ketgan vaqtida biz bosh og'riqi va ba'zi beoromliklarni his qilishimiz mumkin, ammo asta-asta o'rlagan qon besimi bizda alohida rahatsizlik paydo qilmaydi. Bundaq ahvolda biz cho'qim qon besimini o'lchab turish orqali qon besimi yuqorilamaganligini farq etamiz. Agar qon besimi yuqorilagan bo'lsa, cho'qim uni yaxshi kontrol qilishimiz kerak. Menda beoromlik bo'lmadigo deb uni tashlab qo'ysak, u bizda nihoyatda yomon oqibatlarni keltirib chiqaradi. 9-si yurak tiqilmasining xatiri oshadi. Qondagi may yuqorilab, qon tomiri temiga o'ltirishish sababidan qon tomiri qitishidi. Yurakni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar taraydi. Ba'zilari hatto tamoman to'silib qoldi. Natijada tojsimon yurak kasali paydo bo'ldi. Yurak tiqilmasi va yurak sanjiqi qo'zg'aladi. Bundaq ahvolda sog'lom oziqlanish, may ko'p yemakliklardan parhez tutish, badan chiniqtirishga ahamiyat berish orqali qondagi mayni tövənlitib, qon tomiri qitishivilish, qon tomirining tarayivilishi va to'silib qilishningki oldini olish nihoyatda muhim. Agar biz qondagi mayni vaqtida tövənlatmagan vaqtida qon tomirining qitishivilish va qon tomirining tarayivilish, hatto qon tomirining etib qilishning oldini olmagan vaqtimizda yurak tiqilmasi yoki yurak sanjiqi qo'zg'aladi. Bundaq ahvolda ig'ir bo'lsa, hayotimizdan ayrilib qolishimiz mumkin. Bak ig'ir bo'lmagan ahvol ostidami yoki vaqtida doktorxonaga borgan vaqtidami bu yurakka ko'rik soldigan yoki terak soldigan operatsiyani qilishga majbur bo'lamiz. Shunlashqa bu yurak tiqilmasininki oldini olish uchun biz qondagi mayni cho'qim tövənlatishimiz, qon tomirining tarayivilishi yoki etib qilishning oldini olishimiz kerak. Bo'lmasa biz umid qilmagan
nurg'un yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. 10-si miya yig'dashga boshlaydi. Miyadagi qon eqiminingki tuvallishi sababidan miyaning ba'zi qismlari bo'libmi ugunish, as saqlash bilan munosabatli qismi yig'dashga va yoki kichiklashga boshlaydi. Ba'zi cho'ng miya rayonlarida nervi hujayralari orasidagi aloqa unumi tuvallaydi. Bundaq ahvolda sog'lom oziqlanish, badan chiniqtirishga ahamiyat berish, agar yuqori qon besimi bo'lsa, qon besimini yaxshi kontrol qilish, qon tomir qetishivishning oldini olish, miya qon ta'minotiga kapolat qilish bizning sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Bo'libmi bak bu qon tomiri qetishib olganda qon tomiri tarayib olgan vaqtida miyaga qon yetishmaslik kelib chiqadi. Bu jarayonmi nihoyatda asta taraqqiy qilgan bir jarayon bo'lganligi uchun biz damalliqqa alayda bearomlik his qilmasligimiz mumkin, ammo miyaga qon yetishmaslik uzun muddat davom qilgan vaqtida miya yig'dash, anandan keyin u sababdan bizniki ugunish, as saqlash qobiliyatimiz tuvallash, o'ng'ay bir narsalarni unutib qilish yoki qo'ygan bir narsani topolmaydigan ahvollar yuz berishi mumkin. Miyaga qon tushish yoki miyaga qon yetishmaslik xatari yuqorilab bordi. Miya qon tomirining yerilib ketishi yoki miya qon tomirininki ushtumtut to'silib qilishi sababidan miyaga qon tushish yoki miyaning bir qismi qonsizlanib o'lish yuz berdi. Bundaq ahvoldan saqlanish uchun sog'lom oziqlanish, badan chiniqtirishga ahamiyat berish, qondagi mayni tuvallatib, qon tomiri tarayiverish va to'silib qilishning oldini olish nihoyatda muhim. Agar yuqori qon besimi bo'lsa, uni vaqtida davolash kerak. Men yuqorida deb o'tgandagidek va yuqori qon besimi osti xarakterli kasal bo'lganligi uchun u bizda damalliq alayda bearomlik yoki alayda kasal alomat paydo qilmasligi mumkin, ammo biz uni vaqtida tekshirtib, vaqtida kontrol qilmagan vaqtida bu xildagi har xil yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. 12-si uyqu sifati tuvallaydi. 50 yoshdan keyin insonlarningki uyquga kirishi, ya'ni uxlashi qiyinlashishga boshlaydi. Gerçi karvat ustida ko'proq vaqt sarf qilsa-mu, ammo kechida 3-4 qitim uyg'onganligi sababidan uyqu sifati tuvallab mangdi. Bundaq ahvolda badan chiniqtirishga ahamiyat berish, uxlashdan burun bak ko'p tomoq yeyish yoki och qo'rsoq uxlashdan saqlanish kerak. 13-si diabet kasalligiga giribtor bo'lish xatari yuqorilaydi. 50 yoshdan oshgan vaqtida badanda ishlab chiqargan insulin miqdori ozlashga boshlaydi. Insulinga bo'lgan qarshilik yuqorilaydi yoki insulinning xizmat unumi tuvallaydi. Hujayralar shakar moddasini unumli qabul qilib energiyaga aylantira olmaydi. Natijada qondagi shakar moddasi yuqorilaydi. Odam horg'inlik his qiladi. Bundaq ahvolda badan chiniqtirishga ahamiyat berish, badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish, tomoqdan parhez tutish, bo'lib bak shakar tarkibi mo'l bo'lgan yemakliklarni muvofiq kontrol qilish kerak. Badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish kerak. Anundan keyin boshqa kasalliklar bo'lsa, vaqtida davolash kerak. Bularning hammasi bizningki mushu diabet kasalligiga giribtor bo'lish xatarimizni oshiradigan omillar. Agar biz diabet kasalligidan saqlanaylik desak, yuqoriqilarga alohida ahamiyat berishimiz kerak. 14-si dovsaqni kontrol qilish ozlaydi. Dovsidagi elastik to'qilimlar qitishib yoki elastiklik tuvallab, dovsining sig'imchanligi kichiklaydi. Suduk kontrol qiladigan muskullar ojizlab, sudukni kontrol qilish nacharlashadi. Natijada yo'talgan vaqtida yoki ig'ir bir narsa ko'targan vaqtida suduk chiqib ketishi, har qatimliq suduk miqdori ozlab, suduk qitim soni ko'payib ketishi mumkin. Bundaq ahvolda badan chiniqtirishga ahamiyat berish, qo'lsoqning tuvan qismidagi muskullarni chiniqtirish, kichik tarat qilgan vaqtida dovsini to'liq quruq tash lozim. Ya'ni vaqti-vaqtida o'birniga berib siyib turish kerak. Bo'lmasa sudukni kontrol qilolmaydigan ahvollar kelib chiqadi. 15-si erlarning ma'zi bezi cho'ngishga boshlaydi.
Erlik jinsiy hormonning tövənləşi və bədəndəki hormon tەngpunluğunun buzuluşı səbəbidən məzi bizi yoğunaydigan bo'lib, bəzilərdə bəz sırtqa qarab yoğansa, yana bəzilərdə bəz südük yoluga qarab yoğunab, südük yolunu besishi və şu səbəbdən südük ravan bo'lmaslığı yoki siyish qiyinlashishi mumkin. Bundaq ahvolda doktorga ko'rinib, dori bilan davolashga, zarur bo'lgan vaqtida operatsiya qilib, yo'g'nab ketken ve südük yolunu tosup algan mezi bizni kesip etişke doğru kelidi. Bu resimde ko'rayotganinglar şu jinsiy hormonninki o'zgarish ahvoli, ama yuqorida bir resimde azroq tushuncha berib o'tgan. Buningda ko'rayotganinglardagidek asosliqi erlik hormon bilan ayollik hormonninki yoshning cho'ngishiga ergishib o'zgarish ahvoli, ya'ni ayollarda şu 40 yaş, 45 yaşdan başlap ayollik hormoni tövənləşə başlaydı. Nəticədə mən yuqarıda dep ötgəndəkidək heyz toxtaydı və bir qism şu ro'y kayfiyatdagi o'zgarishlarni paydo qildi. Erlarda nisbatan sal kiroq yuz bersimi, ammo bu rasmda ko'rayotganinglardek shu 40-50 yoshdan keyin erlardagi erlik hormoni tövənləşə başlab 60 yaşdan aşqan vaqtida xeli töven basqıçqa kelidi. Şunlaşqımı bu erlərdə yüz berdigan bəzi özgürüşlər ayollardan sal kiroq yüz berdi, ammo ayollarda bu his to'xtashdan kelib chiqqan ahvollar erlarda bo'lmaydi deb qarashga bo'lmaydi. Ya'ni erlardami shunga o'xshab ketadigan ahvollar yuz berdi. 16-si erlarning ma'zi bezi rakiga giribtor bo'lish xatiri yuqorilaydi. Erlik jinsiy hormonning tövənləşi, bədəndəki hormon tangpunluğunun buzulushi və hər xil səbəblər tüpəylidən məzi bezi raki paydo bo'lishi, südük yolunu besib olishi və şu səbəbdən südük ravan bo'lmaslığı yoki siyish qiyinlishi, südükdə qon kelishi və siganda og'rishi mumkin. Bular shu məzi bezi rakininki kasallik alomatlari bo'lib, ba'zida bu xil kasallik alomatlarini ma'zi bezininki yo'g'inishi bilan farqlantirish biroz qiyin. Shunlashqa bundaq ahvolda cho'qim doktorga ko'rinib, dori bilan davolashga, zarur bo'lgan vaqtida operatsiya qilib davolashga to'g'ri keladi. 17-si ayollarning ko'ksi rakiga giribtor bo'lish xatiri yuqorilaydi. Hormon va har xil noma'lum sabablar tufaylidan ayollar süt bezi yoki emchak rakiga giribtor bo'ladi. Bundaq ahvolda o'z-o'zini qarorlik tekshirib turish, agar o'sma bayqalsa darhol doktorga ko'rinish, mammogram qilish, tomografiya saylash, zarur bo'lgan vaqtida bu emchakdan yoki ko'ksidan to'qilma ilib tekshirish va yoki operatsiya qilib davolash nihoyatda muhim. Şunlaşqa bu 50 yaşdan aşqandakı ayollar bu jihatda cho'qim o'z-o'zini qandaq tekshirishni bilish kerak. Men yuqorida deb o'tgandagidek shu binormallik yoki bir o'sma bayqagan vaqtida darhol doktorxonaga berib, doktorga ko'rinib tekshirish kerak. 18-si ayollarning balyotqu rakiga giribtor bo'lish xatiri yuqorilaydi. Ko'p tug'ish, hormon va har xil noma'lum sabablar tufaylidan ayollar balyotqu rakiga giribtor bo'ladi. Natijada heyz qalaymqonlashidi yoki heyz to'xtab bo'lgandan keyin qon keladi. Qo'saqning to'van qismi og'riydi. Bundaq ahvolda doktorga ko'rinib, balyotquni qarorlik tekshirib turish kerak. Kasalni baldur bayqash, balyotqudan to'qilma ilib tekshirish va operatsiya qilib davolash bemorning hayotini uzartishda nihoyatda muhim. Hech kimningki rak kasalligiga giribtor bo'lg'isi yo'q, ammo rak kasalligiga giribtor bo'lgan vaqtida uni qanchalik baldur bayqasa, uningki davolash unumi shuncha yaxshi bo'ldi. Anandan keyin bemorning umrimi shuncha uzun bo'ladi. 19-si uchay rakiga giribtor bo'lish xatiri yuqorilaydi. Cho'ng uchay ichida munchoqsimon go'sht borlar va ost xarakterlik uchay yallig'iga giribtor bo'lgan kishilarning uchay rakiga giribtor bo'lish xatiri yuqori bo'ladigan bo'lib,
uchayda rak paydo bo'lgandan keyin cho'ng tarafdan qon kelib chiqadi. Bundaq ahvolda doktorga ko'rinib, qaralik tekshirib turish, kolonoskopiya qilish, zarur bo'lgan vaqtida uchaydan to'qilma ilib tekshirish, kasalni baldur bayqash, operatsiya qilib davolash bemorning sog'lomligi uchun nihoyatda muhim. 20-si o't yallig'iga giriftor bo'lish xatari yuqorilaydi. Aroq iste'mol qilish, ya'ni aroq ichish, tomoq ritmliq bo'lmaslik, mayliq tomoqni ziyoda ko'p iste'mol qilish qatorliq har xil sabablar tufaylidan 50 yoshdan oshganlarda o't yallig'iga giriftor bo'ladigan bo'lish ehtimoli yuqorilab, o't yallig'i vaqtida bir taraf qilinmagan vaqtida o'tda tosh paydo bo'ldi. Ya'ni o't yallig'i bilan o'tga tosh tushish nihoyatda o'zaro munosabatli kasal bo'lib, bu o't yallig'i giriftor bo'lib, vaqtida davolanmagan vaqtida oxirida o'tda tosh paydo bo'ldi. Bundaq ahvolda ritmliq tomoq yeyish, ziyoda ko'p tomoq yemaslik, bak to'yib ketmaslik, bir qitimda ko'p tomoq yeyishning o'rniga tomoqni ko'p qitimga bo'lib yeyish, ziyoda mayliq tomoqlardan farz tutish bak muhim. Bularning hammasi mushu o't yallig'i bo'lganlarniki kasalniki ushtumtut qo'zg'alishiga sabab bo'ladigan yoki kasalni ig'irlashtiradigan omillar bo'lib, biz bu o't yallig'i va o'tga tosh tushishdan saqlanayli desak, cho'qim bularga alohida diqqat qilishimiz kerak. 21-si oshqozon osti bez yallig'iga giriftor bo'lish xatari yuqorilaydi. Aroq iste'mol qilish, ya'ni aroq ichish va o'tda tosh paydo bo'lish 50 yoshdan oshganlarda oson, ost xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'ini keltirib chiqaradigan bo'lib, semizlikmi uning muhim sabablari hisoblanadi. Bundaq ahvolda o't yallig'i yoki o'tda tosh bo'lsa, vaqtida davolash kerak. Ziyoda ko'p tomoq yemaslik, bak to'yinib ketmaslik kerak. Bir qitimda ko'p tomoq yeyishdan ko'p tomoq yeyishning o'rniga tomoqni ko'p qitimga bo'lib yeyish, ziyoda mayliq tomoqlardan farz tutish kerak. Ya'ni bu yerda alohida tilga ilib o'tishga kerakli bo'lgan bir narsa oshqozon osti bezi ko'pincha ahvollarda hayit bayramlarda ko'p ko'riladigan bo'lib, buning asosli sababi alohida ko'p tomoq yeyish, bo'libmi mayliq, go'shtlik narsalarni ushtumtut ko'p iste'mol qilish bu oshqozon osti bezi yallig'ini paydo qiladigan bir omillar yoki bo'lmasa bu insonda ost xarakterlik oshqozon osti bezi yallig'i bo'lgan bo'lsa, u jiddiy qo'zg'alib insonniki bemorning hayotiga tahdid ilib kelishi mumkin. Ya'ni ba'zida vaqtida davolanmagan vaqtida bemor o'lib ketishi mumkin. Bu mushu 50 yoshdan oshgan vaqtidagi insonlarda ko'p uchraydigan bir ahvol. 22-si börekdə tosh paydo bo'lish xatari yuqorilaydi. Yetarlik suv iste'mol qilmaslik, sudik miqdori ozlash, sudik yo'li yallig'lanish, sumakning parchalanishidan paydo bo'lgan kalsiy sudik orqali ajratib chiqarilish qatorliq sabablar tufaylidan börekdə oson tosh paydo bo'ladi. Bundaq ahvolda yetarlik suv iste'mol qilish, vaqtida siyib turish, uzun muddat kichik tarat qilmaslikdan saqlanish bak muhim. Sudik yo'lida yalliq bo'lsa, uni vaqtida davolash kerak. Bu sudik yo'lidagi yalliqmi, sudik yo'lida yoki börekda tosh paydo bo'lishining muhim sabablari hisoblanadi. Bo'libmi bak bu yoshning cho'ng'ishiga ergishib, bu kechida o'burniga chiqadigan ahvollar ko'paygan vaqtida bundaq kishilar suvni oz ichish orqali o'burniga chiqishdan saqlanishga tirishadi. Ya'ni suvni qancha oz ichgan vaqtida börekdə tosh paydo bo'lish ehtimoli shuncha yuqori bo'ldi. Shunglashqa bu yetarlik suv iste'mol qilish bizningki sog'lom yashashimizda nihoyatda muhim. Bu yerda alohida ta'kidlab o'tadiganim men yetarlik suv ichish dedim. Herkes ko'p suv ichish demedim. Yetarlik suv ichish bilan ko'p suv ichish yani biroz farqli. Yetarlik suv ichish degan vaqtida mushu badan ehtiyojliq bo'lgan, ya'ni ter orqali, sudik orqali yo'qotgan suvlarni to'liqlab ichib turish deganlik
ko'p suv ichish degan gap badanning ehtiyojiga qaramay haliqi suvni ko'p ichish deganlik, bu yerda hargizmi suvni qancha ko'p ichsa shuncha yaxshi deganlik emas. Biz sog'lom yashashimiz uchun cho'qim yetarlik suv iste'mol qilishimiz kerak. Ammo yurak, böbrek ojiz bo'lgan vaqtida, haddidan ziyoda suv ichgan vaqtida kasallik ahvoli ig'irlashib ketishi mumkin. Shunglashqa alohida diqqat qiladiganimiz yetarlik suv iste'mol qilish. Hargizmi qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p suv iste'mol qilish deganlik emas. Yuqorqilardan boshqa yana choch tushish, choch oqirish, ko'zning ko'rish, quloqning anglash iqtidori ojizlash, teri qo'pollashish, teriga dog' tushish, bel tilish yoki bel og'rish qatorliq har xil o'zgarishlar yuz berishga boshlaydi. Men bu yerda bularning hammasini bir-birlab o'tirib qo'ymadim. Men faqatla bizningki keyingi hayotimizningki sog'lomligimizga, hayotimizdagi sog'lomlikqa alohida ta'sir ko'rsatadigan yoki bizning hayotimizga bevosita tahdid ilib keladigan bir qism o'zgarishlar va uniga qandaq diqqat qilish to'g'risida eee to'xtalib o'tdim. Agar buningda har bir ya'ni bu yerda o'tirib qo'ygan har bir temada tafsil to'xtalishga to'g'ri kelsa, nihoyatda jiq vaqt sarf qilishga to'g'ri keladi. Men bugun mushu bir tushuncha qatorida oddiy qilib bu to'g'risida o'zimninki izlanganlarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashib o'tdim. Men buningdan keyin bu temalarda yana to'xtalishim mumkin. Hamda oxirida bu 50 yoshdan keyin biz yana nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida eng muhimi 50 yoshdan keyin amaliyotda har qanday yoshdagi odam shunday qilish kerak, ammo 50 yoshdan keyin bu tuvandagilarga diqqat qilish texmi muhim, ya'ni qaralik badan tekshirish, ya'ni sog'lomlikni tekshirib turish kerak. Bularning ichida men bu yerda alohida ta'kidlab o'tadiganim birinchisi qon besimini qarorlik tekshirib turish kerak. Qondagi may va xolesterolni qarorlik tekshirib turish kerak. Ondan keyin qondagi shakarnimi qarorlik tekshirib turish kerak. Hargiz haliqi meningda kasal alomat yo'q, hamma narsa normal degandek o'zimizningki subyektiv his tuyg'usiga tayanib emas, balki amaliy konkret sog'lomlik tekshirish orqali o'zimizningki sog'lomligimizning nadan nag'ich ekanligini bilishimiz kerak. Andan keyin 3 oy kolonoskopiya qilish, ya'ni 3 oy rakiga oid tekshirish Amerikada 50 yoshdan oshganlarga nisbatan hammasi sug'urta ko'taradigan bir tür. Andan keyin ko'ksini mammogram qilish, balyotquni tekshirish, ya'ni balyotquni o'rnak ilib tekshirish orqali ayollarda ko'p uchraydigan balyotqu rakini baldur bayqash mumkin. Ko'ksini mammogram qilish orqali ayollarda bo'lgan ko'ksi rakini baldur bayqash mumkin. Ucheyni kolonoskopiya qilish orqali uchey rakini baldur bayqash mumkin. Undan boshqa ma'zi bizni tekshirish bo'lib, 50 yoshdan oshgan yoshlarda 50 yoshdan oshgan erlarda ma'zi bizni qarorlik tekshirib turish bu mushu 50 yoshdan keyingi hayotni sog'lom o'tkazishda nihoyatda muhim. Sol tarafida buning inglizisini berib qo'ydim. Mushu blood pressure, lipid, cholesterol, blood sugar, colonoscopy, mammogram, pap smear deganga o'xshash bu tekshirishlarni hammasini qarorli qilib turish bizningki 50 yoshdan keyingi hayotimizni sog'lom o'tkazishda nihoyatda muhim. Bugungi bu 50 yoshdan oshganlarga sog'lomlik tavsiya deganlik siyani mishada to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tinini salomat, umrni uzun qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.